Assalomu alaykum. Menga kredit kerak edi. Arzonroq bo'lsa yaxshi, 3 yilga. Siz adashib kelgansiz. Qanaqasiga? Axir siz markaziy bank ekansiz. Hech bo'lmasa biror kredit, biror narsa berib yuborsangizchi. Biz hech qanday kredit bermaymiz. Balki charchagandirsiz. Buni ochsam kredit chiqadimi? Yo'q. Omonat qo'ysam bo'ladimi? Yo'q. Karta ochsa bo'ladimi? Yo'q. Biz banklar uchun qoidalarni belgilaymiz va ularni bajarilishini nazorat qilamiz. Demak, siz hamma banklarning boshlig'imisiz? Yo'q, balki banklarning qoidalari va tartiblari nazoratchisi bo'lamiz desak, to'g'riroq bo'ladi. Mayli, kredit yo'q, karta yo'q, omonat ham yo'q. Hech bo'lmasa telefonimga pul to'lab bera olasizmi? Pulini beraman. Yo'q. Tushunarli. Rostdan ham bank emassiz. Banklar mijozlarga xizmat qiladi. Markaziy bank esa butun tizimga.